saharlikka 45 minglik osh setini ko'rsataman. Saharlikka bag'ishlangan osh ham tayyor. Oshpaz akalarimiz qo'li-qo'liga tegmasdan tarqatishni boshlab yuborishdi. Odam ko'pligi 45 minglik set yo'lga qo'yilganligi uchun emas, balki Munisa milliy taomlarini oshi ko'pchiligiga yoqishidi. 45 minglik setga keladigan bo'lsak, bu set ichiga bir porsiya osh, choy, yarimta non va salati kiradi. Salatni ham 3 xili bor. Xohlaganingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Munisa milliy taomlarini TTZ filialida endilikda to'y oshidan tashqari Samarqand zig'ir oshi hamda choyxona palov ham tayyorlanishi yo'lga qo'yilibdi. Iftorlikka ham, saharlikka ham bemalol kelaverasizlar. Uyga ham saharlik uchun osh olmoqchi bo'lsangiz, zig'ir oshni ham, to'y oshini ham kilosi 45 ming so'mdan ekan. Eng qizig'i boyagi 45 minglik setni ham saboy qilib olib ketsanglar bo'ladi. Agar sizga Kadishva yaqin bo'lsa, Kadishvadagi filialda ham bu set yo'lga qo'yilgan. Faqat saharlikka. Og'aynilar bilan kelasizmi, oila bilanmi, joylari umuman uyaltirmaydi. Juda ham chiroyli. Munisa milliy taomlarini bu filialini adresi shundoq TTZning o'zida. Kechqurun 11 dan boshlab saharlik tugagungacha oshlab bo'ladi.